Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz sizlar bilan paleontologiya va mineralogiya toshlarni ko'ramiz. Mana ajoyib tosh ko'rdingizlar. Shu qandaydir jonzot ishlarini izi qolgan, dinozavrlar davridan qolgan tosh bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana ko'rib turganlaringdek ajoyib tishlarni izlari bor tosh. Mana bu yerlarda yaxshilab qarasangiz tishi botib kiyimga o'tganini ko'rish mumkin. Ikki tomonlama tepasi ko'rinadi, to'ng tishlari, onalari. Shuni bo'lmayapti, nima tishlaganligiga hayronman. Qanday jonzot tishlaganligiga. Ajoyib tosh. Bu tug'ilgan joyi место рождения deydi ruschasiga. Toshkent. Yomonjar degan joydan topilgan toshimiz. Ko'rsataymi?